Assalomu alaykum traderlar, yaxshimisizlar? Siz bilan Ali Mardon Qodirov. Biz navbatdagi tahlilimizni boshlaymiz. Dollar indeksidan boshlaydigan bo'lsak, bizda hamon dollar indeksi shakllangan o'rta muddatli trending zonamizni test qilmoqda. O'tgan haftada biz trending zonani yorib o'tgan edik. Yorib o'tgandan keyin aynan shakllangan mana bu kuchli o'rnimizni narximizga narx qadalib unga maksimum hosil qilib berdi. Ya'ni bu nuqtalarda narx o'ziga reaksiya berganligini ko'ryapmiz va uni biz yorib o'tmadik. Bu hafta ham do'stlar uni yorib o'tmadik. Yorib o'tmaganimiz evaziga biz pastladik. Yana dollar yana biroz pastladi. Yana qaysi nuqtaga? Yana shakllangan trend zonamizni boshlang'ich nuqtasigacha narx kelyapti yana. Endi yana ham biz ko'radigan bo'lsak, bu yerda biz belgilab qo'ygan narxlarimiz bor edi. Narxlarimizga narx yana reaksiya beryapti. Ya'ni narx 97-100 ga narx kelishi kerak edi. Bizda o'zimizning tahlilimiz ham bor edi. Narx keldi, minimum hosil qilib berdi. Minimum hosil qilgach narx qisqa buy zonaga ham aylanib berdi va yana mana bu trend zona, mana bu zonamizga kelmasdan yana maksimum hosil qilib berdi. Ya'ni bizda shakllangan zonamiz birinchi maksimum, ikkinchi maksimum bo'ldi va uchinchi maksimumimiz hal bo'ladi. Agar ikkinchi maksimumdan pastda uchinchi maksimum shakllanadigan bo'lsa, biz yana dollarni zaiflashishini kutishimiz mumkin bo'ladi. Bu safar уже biz 96-700 ga qadar yana narx zaiflashishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ehtimol katta fundamental nuqtai nazardan ham bu dollar zaiflashishiga hozir yotgan voqealar rivoji ham olib ketyapti do'stlar. Shunaqa narsa yana bo'lishi mumkin. Откат va yana sell zonaga aylanish ehtimoli bor. Qachon biz buy aylanishimiz mumkin? Dollar indeksi umuman dollar qachon yana ham o'sha o'sishi mumkin? Qachonki aynan biz belgilab qo'ygan ikkinchi zonamiz, ya'ni mana bu ikkinchi zonamizdan narx kelib yorib o'tsagina biz buy haqida o'ylashimiz mumkin va keyin birini ham yorib o'tamiz. Dальше yana 99 gacha ham narx ketib qolishini ko'rishimiz mumkin. Hozircha dollar indeksi trenddan tepada, lekin men muhim kuchli zonadan pastda uni yorib o'tmagan va yana narx arzonlashini ko'rib qolishimiz mumkin bo'ladi yaqin atrofda. Shunaqa do'stlar. Keyingi juftlik funt dollar. Demak, funt dollarimizda qanaqa holatda ekan? Funt dollar parasi. Do'stlar, funt dollar parasi. Demak, bizda funt dollar parasi shakllangan o'rta muddatli trend zonadan yuqorida joylashgan. Narx bir marta yorib o'tdi. 1.36-700 ga keldi. Buzib o'tmadi, maksimum hosil qilib berdi. Narx ya'ni qisqa va o'rta muddat ayiq zonaga aylandi, yana trend zonaga keldi. Bu yuqorida o'rta muddatli trend zonamizni yorib o'tdi va bu yoqda ayiq trend zona shakllangan hududni ham yorib o'tdi, ammo dalish ketmadi. Yorib o'tgan tomonga nima yasab berdi? Lojni yasab berdi, aldamchi buzish yasab berdi va qaytib mana bu o'rta muddatli yuqori qismiga o'tib oldi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, narx minimum hosil qilib berdi, ko'tarildi, qaytdi, trend yana o'rta muddatli trend zonamizga qaytib berdi, minimum hosil qilib berdi, retest qilib berdi va biz aynan mana bu minimumimizni kuchli bo'lishiga yana qayta trend boshlanishiga sababchi bo'lishi mumkin. Umuman olganda men kutayotgan narsam nima? Funtni yana ham qimmatlashishi hozirgi paytda o'zimni umumiy ideyam, chunki aynan o'sha anchadan ishlab kelayotgan strategiyam bo'yicha o'rta muddatli, qisqa muddatli kun ichidagi emas, o'rta muddatli strategiyam bo'yicha do'stlar funt buyda turibdi. Ya'ni qanaqa shakllanish kerak? Biroz mana bu zonalarga qaytib dalishi yana 1.36-700, даже 1.37 gacha ham ko'tarilishi mumkin bo'ladi do'stlar. Endi men buni tushuntiray, qanaqa nima narsa bo'layotganligini ham. Demak, oxirgi harakatlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, yana mana bu trend zonamizni anchadan bir sinab kelayotgan, anchadan bir bozor narxlarimizda qatnashayotgan trend zonaga narx yorib o'tgach, yana nima qilib berdi? Retest qilib berdi 1.33-900 ga va biz aynan shu bir ключевой narximizni 1.33-977 ga aylandi do'stlar. Buni men qizil rangga, aynan narx qizil rang qilib qo'yaman. Demak, bu nuqta bizda nimaga qizil? Chunki endi ushbu yorib o'tgandan keyin mabodo yorib o'tsagina biz sell haqida o'ylashimiz mumkin. Yorib o'tsagina biz sell haqida o'ylashimiz mumkin. Ungacha demak biz umumiy ideyamiz nimaga aylangan? Buqaga, ya'ni buyga aylanyapti do'stlar. Narx qaytgan sari demak biz sotib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, narx qaytgan sari yana borib 1.35 ga
Mana bu 1.35 ga keyin o'sha 1.35 800, 1.36 700 gacha ham tortilishi mumkin yuqoriga. Ya'ni nimaga? Chunki tushuntiraman yana. Lozный пробой buzib o'tilmadi, qayta pretest qilib berdi. Mana bu trend zonani yorib o'tgach, mana bu zonaga demak biz yuqoriga harakatlanishimiz mumkin. Hozircha umumiy ideyamiz do'stlar bayda qolmoqda. Demak biz tak shunaqa tendensiyani ko'rishimiz mumkin. Agar o'sha alternativ deydigan bo'lsak, o'sha aytganimizdek, ключевой sell uchun ключевой narximiz 1.33977 ni bussagina biz sell haqida o'ylashimiz mumkin. Ungacha откат sari bay. Xo'p, Euro USD. Euro USD ni ko'ramiz. Euro USD juftligi o'tgan oldingi videoyimizda biz tahlilimiz bor edi bizda, ya'ni o'rta qisqa muddat sell zonaga aylanishi, aynan shu tahlilimizni birga bir yuraverganligini ko'ryapsizlar. Dalish ko'radigan bo'lsak, bu yerda nima narsa ko'rishimiz mumkin endi. Narx 1.16 800 ga keldi, minimum hosil qilib berdi. Mana bu yuqorida shakllangan trend zonamiz bor edi. O'sha o'rta muddatli trend zonamizga narx aksiya berdi bir necha marta. Keldi, buzdi, lozny yasadi, qayta oldi, yana retest qilib berdi. Aynan funt dollarga o'xshagan tendensiya shakllantirib bergan o'rta muddatli trend zonamizga narx nima qilib berdi? Minimum yasab berdi, retest shakllantirib berdi do'stlar. Juda ideal. Bunda ham ideal, funt dollar ham xuddi shunaqa ideal minimum hosil qilib berdi. Demak, bizga nimaga aylanadi mana bu? 1.16 ключевой narxga aylanadi do'stlar. Ya'ni bu aynan yangi trendni, ya'ni o'rta muddatli trendni boshlanishiga sababchi bo'lishi mumkin bu minimumimiz. O'shaning uchun buni rangini o'sha funt dollariga o'xshab aynan ключевой narxini qizil qilib qo'yamiz va yana nimaga aylanyapti do'stlar? Bizda mana bu aynan 1.17590 narxlarni yorib o'tgach, yana ham biz buqaga ketishimiz mumkin bo'ladi. Narx mana bu zonani yorib o'tgach, biroz откат yasab biz yana mana bu trendga, birinchisi yuqoridagi trendga, keyin uni yorib o'tgach уже yana ham biz buqaga ketishimiz mumkin bo'ladi. Hozircha shunaqa. Endi biz sell haqida o'ylashimiz mumkin. Qachonki 1.16 854 narxi, kalit narxi yorib o'tadigan bo'lsa, yana biz sell, ya'ni kalit narxi 1.16 854 va mana bu trendni yana qaytadan yorib o'tadigan bo'lsa pastga, уже 1 2 3 4 5 6 7 8 va 9-siga narx yorib o'tgan bo'ladi va narx уже juda keskin pasayib ketishi mumkin keyinchalik 1.15 keyin 1.14 ga tushib ketishimiz mumkin bo'ladi. Ungacha lekin biz buy haqida o'ylaymiz, sell haqida o'ylamaymiz. Uni endi men kanalimda to'g'rilab boraman, ya'ni o'sha narx qanaqa harakatlanayotganligini. Dalish. Dollar yana paras. Dollar yana parasda qanaqa vaziyat bo'layotganligini ko'ramiz. Demak, bu boshlagan loyihamni anchadan beri, o'sha boshlang'ich nuqtasidan beri kuzatib kelayotganlar bo'lsa, o'sha dollar yana tushunib qolishdi, qanaqa nima narsa xohlayotganligini. Biz anchadan beri sinab kelayotgan narxlarimiz, zonalarimiz bor edi, o'shani hali hamon pastda harakatlanyapti. Birinchi o'rinda demak bizda nima narsa? Birinchi o'rinda trend umumiy flatda, umumiy holatda flatda hali ham flat davom etmoqda. Ikkinchi o'rinda o'rta muddatli shakllangan kuchli trend zonamizdan pastda, oldingi safar u narx yorib o'tgandan keyin flat davomiyligida narx qaytgan, uni yana pastga yorib o'tgan, откатdan keyin biz yana sell ketib qolish ehtimolimiz yuqorilashdi уже. Va dal shuradigan bo'lsak, bizda nima narsa? Nimaga aynan sezgan bo'lsanglar, ikkinchi zonani ham belgilab qo'ydim. Ya'ni mana bu bizda ключевой narx kelib, uni mabodo yorib qo'yganda уже biz tepaga harakatlanishimiz kerak edi, lekin u narsa bo'lmadi. Va o'shaninga bormasdan yana mana birinchi maksimum va ikkinchi maksimum shakllangan sifatda belgilab qo'yam. Ya'ni 1 va 2 bo'ldi уже. Yana kuchli narx bu, ya'ni yana ham pasaytirish uchun hosil bo'layotgandek ko'rinyapti va уже biz 3-maksimumni o'shandan pastda, ya'ni mana bu 2 dan pastda ko'radigan bo'lsak, уже bo'ldi. Biz dollar yana parasini yana pasayib ketishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va trend yorib o'tgan, ya'ni уже tverdo yorgan, juda kuchli yorgan bo'ldi. Bizga yetarlicha tasdiq bergan bo'ladi va biz 145 va 143 largacha tushishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Umumiy tendensiya hali ham biz sellda qolamiz do'stlar. Narx ko'tarilgan sari sotish haqida o'ylaymiz hozircha. Demak, dal shuramiz.
bizda instrumentlarimiz soniga yana ikkita instrument qo'shildi. Именно korrelyatsiya nuqtai nazaridan, aynan valyutalarga nisbatan korrelyatsiya nuqtai nazaridan va undan tashqari fond bozorini holatini kuzatish uchun ham va ular aynan all time highda savdo qilinayotgani uchun ham bizga do'stlar u instrument qo'shildi. Ya'ni umumiy nuqtada eng baland narxda, tarixiy baland narxda savdo qilayotgani uchun biz uni qo'shamiz. Bu S&P 500 va oltin instrumentlarini ularni ham ko'ramiz bu videomizda va keyin ham ko'rib boramiz. Endi biz Xo'p, oltinni holatini ko'radigan bo'lsak, bizda umumiy tendensiyamiz all time high'damiz, ya'ni umumiy butun davr davomidagi eng baland narxdamiz, ya'ni 3886 narxdamiz va demak biz yana ham bir zonamiz mavjud. O'shani yorib o'tadigan bo'lsa, yana ham yuqorilashib, trend yana ham o'rta muddat kuchayib ketishi mumkin bo'ladi umumiy ma'noda. Endi biz qaraydigan bo'lsak, bizda nima shakllangan? Bizda ayiq trend shakllangan. Ayiq trendi shakllanganligini ko'ramiz. Birinchi minimum, ikkinchi minimum, uchinchi minimum shakllangan. Uni yorib o'tmasdan juda kuchli minimum shakllantirib, narx tepaga uchib yuborgan xullas narxi. Endi biz keyingi trendimizni ko'radigan bo'lsak, endi buni daily time framedan ko'ramiz. Keyingi trendni zonamiz bizda mana bu narx. Bu tarixda juda ko'p marta e'tiboriga solingan narxlardan 1, 2, уже mana 3-chi zona, 4-chisi va 5-chisi va uni ham nima qildi narx? Büyük ihtimal bilan qaytish kerak edi, ammo qaytmasdan o'ta nima qildi? Yana yorib o'tdi. Bu aynan bu kuchli trendni yuqoriga yorib o'tganligidan darak va dalch yana откатdan keyin dalch ko'tarilishidan darak bo'lyapti. Va bizda kalit narximiz do'stlar qaysi narxga aylanyapti? Demak, bu hafta davomida aynan 389-500 ni yorib o'tadigan bo'lsa, ya'ni 3895 yorib o'tadigan bo'lsa, 3895 yorib o'tadigan bo'lsa, demak biz yana dalshi 4000 ga qarab ketib qolishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bizda yangi o'rnimiz 4000, 3800, 3900 va 4000 gacha narx ketib qolishi mumkin bo'ladi. Bizda hali narx test jarayonida ekan, ключевой narx yorib o'tadigan bo'lsa, bo'ldi, biz yana yuqoriga qarab ketishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, S&P 500. S&P 500 grafikini ko'ramiz, qanaqa holatda ekan. Demak, umumiy tendensiyamiz buqa tendensiyasida va demak, umumiy tendensiyamiz buqa tendensiyasida all time high'damiz va eng qiziqarli jarayon bu o'rta muddatli shakllangan mana bu 1, 2, 3, 4, 5-chisi va 6-chisi va 7-chi tegib qaytishdan narx o'tdi va uni yorib o'tdi va biz yana nimani ko'ramiz? Yana buqaga shakllanayotganligini va biz juda tezlik bilan qaysi narx kelishini ko'ramiz. Kichkina mini откатlar bilan 6800 va mana bu trend zonamizdan narx ozgina отскок yasashini ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu qaysi zonadanman? Men aynan bu tarixda yana bir necha marta reaksiya bergan zonamiz hisoblanadi. Bu mana bu narxlar do'stlar. Mana bu zonada, ya'ni mana bu zona, bu minimum, mana bu maksimum va navbatdagi keyingi maksimumimizni shu yerda kutib olishimiz mumkin va bu yerdan narx keyin bitta maksimum hosil qilishi mumkin, lekin ungacha biz ozgina nima qilishimiz mumkin? O'rta va qisqa muddat ko'tarilishimiz mumkin ekan. Demak, ключевой narx shunaqa 6838, ungacha biz baydamiz do'stlar. Mana shu nuqtalargacha bayda va u nuqtadan keyin demak, u nuqtadan biz qaytishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu nuqtadan keyin qaytishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hozircha shunaqa kelayotgan haftada non-farm payrolls ko'rsatkichi, unga sizga omad. Hozir aynan o'sha endi iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha bu zaif ko'rsatkich holatda turibdi va o'sha kutilayotgan 65,000-70,000 ish o'rinlaridan 35,000 ga chiqib qolganligi hozirgacha aytilmoqda. Bu ofitsialniy emas, rasmiy emas, lekin shu kutilish ehtimoli bor. O'shaning evaziga ham bu oldingi haftadagi non-farmimiz kechiktirildi. Xo'p, demak, unda fikrim, ideyam bo'ladigan bo'lsa, live ham qilishim mumkin yoki berishim mumkin ideyamni. Umuman olganda Telegram kanaliga do'stlar ulanib qo'ying va
подписаться tashlab qo'ying. Aynan YouTube kanalimga keyingi videolardan boxabar bo'lish uchun va Telegram kanalimdagi ideyalardan foydalanishingiz mumkin. Primoy kun ichidagi savdo sistemasi bo'yicha ideyalar berib boraman do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha do'stlar, siz bilan Alimardon Qodirov edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.